15-asrda Usmoniylarga dahshat solgan, hatto ba'zi yozuvchilar uni vampir deb atagan Vlad uch Drakula, Vlad Tepesh, ya'ni qoziqli voyvoda tarixiga yuzlansak. Vlad Tepesh odamlarni qoziqqa o'tkazib o'ldirishni xush ko'rar edi. Hatto unga qarshi kurashgan turk askarlarini qoziqda o'ldirib, ularning oldida taomlanish uning eng sevimli mashg'uloti edi. Hatto Usmonli elchilari Vlad huzurida sallalarini yechmagani uchun elchilarning boshiga sallalarini mixlatib qo'yadi. Unga qarshi chiqqan Usmonli akinchilarini mag'lub etib, 20 ming odamni qoziqqa qoqib, butun boshli qoziqli o'lik o'rmonini hosil qiladi. 1462-yilda sabri to'lgan Fotih sulton Mehmedxon uning ustiga katta qo'shin bilan Valaxiyaga yurishga chiqadi. Bu yurishni qaytarishga qudrat yetmagan Vlad Majaristonga chekinadi. Mojarlardan dastak olgan Vlad yana qaytadan Valaxiya knyazligi taxtiga o'tiradi. Ammo oradan hech qancha vaqt o'tmay 1476-yilda u qo'lga olinadi hamda boshi kesilgan holatda Usmonli saroyiga jo'natiladi.